Barcha yoshlar diqqatiga. Sizlarni voleybol bo'yicha 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasida ishtirok etishga chorlaymiz. 5 bosqich asosida o'tkaziladigan musobaqalarda 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar va qizlar ishtirok etishi mumkin. Birinchi bosqich 9-10 aprel kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat va Toshkent shahrining tuman, shaharlar, ko'chalar aro mahalla bosqichi o'tkaziladi. 22-24 aprel kunlari ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat va Toshkent shahrining tuman, shahar, mahallalar aro sektorlar bosqichi. 3-bosqich 8-10 may kunlari respublikamizdagi sektorlar aro tuman bosqichi. 2-4 iyun kunlari esa viloyat bosqichi o'tkaziladi. 5-bosqich, ya'ni respublika bosqichi joriy yilning 18-22 iyun kunlari o'tkaziladi. Ichki ishlar vaziri kubogining sovrindori bo'lmoqchimisiz? Unda 5tashabbus.uz elektron platformasidan ro'yxatdan o'ting va g'oliblikni qo'lga kiriting. Yangi O'zbekiston yoshlari kuch sinashadigan maydonga marhamat.